Assalomu alaykum azizlar. Bugun Quvasoy shahrimizda Navruz bayrami. Hamma san'atkorlar, qadrdonlar yaqinlar tashrif buyurgan. Hamma intervyu berish bilan nimalarni olamiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Bayramlar bilan Bayram muborak bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Navruz bayrami muborak bo'lsin. Ayyomlar muborak bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Navro'za olam muborak bo'lsin. Bayramlar bilan amallaring. Hammani tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Kelayotgan hayit ham muborak bo'lsin. Barcha Quvasoy xalqini san'atlarini tabriklayman. Doim sog' omon bo'lsin, ijodlariga ijod bo'lsin, kasal bo'lmasin, sezonlar zo'r kelsin. Iloyim. Doim san'atkorlar boy bo'lsin. Sog' bo'lsin. Ustoz hozir gapga qo'shilamiz. Bayram muborak bo'lsin. Hamma shartda kelinglar. Bir narsa ham qilmaydi. Bo'laveradi. Dostonbek gapi. Assalomu alaykum, hurmatli akamizni, yaqinimizni kuzatuvchilari. Navruz ayyomi barchalariga muborak bo'lsin. Yaxshi kunda ko'rishaylik, iloyim. Sog' bo'linglar. Ha, Navruz bilan. Hammamiz aytdik. Allohu akbar. Abdug'appor bag'i, Abdujabbor bag'i. Achom. Datuy aka qaribim na yo baribir. Chikina aka. Abdug'appor aka kelaverasiz. Men sizni qaytarib oling, u to'yda oldimga kelmadi. Men oldimga kelavering aka, men navbat beraman. Qara. Oxirida. Yulanishda to'y bilan ko'rasiz. Shogirdlar ham chetda. Bayramlaring bilan. Amir Temur bobomizdan tabrik eshitamiz. Barchalaringizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yana yashamoqqa hammamiz sog' salomat yetib kelaylik. Bu Amir Temurda gapi bo'lmadi hozir. Tabrik. Kirib kelayotgan Navruz bayrami bilan hamma yurtdoshlarimizni qolaversa mana shu Dilmurod akami hammalarimizni muxlislarni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonimizni tabriklaymiz. Tinchlik, xotirjamlik hech qachon yurtimizni tark etmasin. Shunaqangi chiroyli, tinch, go'zal yurtga shunaqangi bayramlar yarashadi aka. Dilmurod aka, men bitta savol o'ylantiryapman. Mana. Erkakda obrazi mana. Mana bu ham bir erkakda bosh sallani. Bobur. Kimdir ataylik, kimdir Bobur ataylik. obrazida bugun xudo xolisa ko'rasizlar Bobur obrazida. Assalomu alaykum. Dilmurod akamiz kuzatuvchilari, ahli yurtimizni aholisi. Quvasoyimizni, Farg'onamizni ko'zga ko'ringan san'atkorlari bilan Quvasoydamiz, xudo xolisa. Ustoz. Bugun konsert zo'r bo'ladi. Bayram zo'r bo'ladi. Hamma Quvasoy xalqini taklif qilamiz.